Cobalt mashinasi yangi, ko'rishingiz mumkin. Bunda aql kapot ochadigan ключатор bo'lmaydi. Shuni uy sharoitida sizlarga tekinga shunday qo'yib olishni o'rgataman. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyida mana qator mana shunaqa tilchalar bor. Постоянный tok bo'ladi. Mana bunaqa stikerdan olamizda. Ulab turib mashga tiqamiz. Liboy bittasiga farqi yo'q. Tiqib, olib kelib mana ключатор katta knopkani qo'yib olamiz. Knopkaning bitta uchini. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shu joyda eng chekkasida mana 1, 2, 3 ta reli, o'sha birinchi relini sug'urasizlar va mana birinchi relini o'rtancha oyog'iga mana o'rtancha oyog'iga kabelda ishib olasizlar. Bitta qo'lda qiyin bo'lyapti. Joyiga tiqib olasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Shu mana shu birinchi reli. Keyin mana kapotni yopgin. Qochib tur. Yopchi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Cobalt bor do'stingizga tashlab qo'ying.